Assalomu alaykum. Mening ismim Ruslanbek Rahmonov, ProSurvey va ProResearch loyihalari asoschisiman. 5 yildan ortiq tadqiqotlar sohasida ishlab kelaman va shu vaqt mobaynida mingdan ortiq tadqiqotlar o'tkazdirganman. Yirik global kompaniyalar Google, Studio Into kabi loyihalar bilan ishlaganman va undan tashqari O'zbekistondagi yirik loyihalar Uzum, Oktobank, Akfa Group kabi loyihalar bilan ham ishlaganman. Bugun men sizlarga tadqiqot bu shunchaki ortiqcha xarajat emas, balki startapingizga juda ham kerak bo'lgan fundamental instrument haqida gapirib bermoqchiman. Misol uchun keltirsak, siz uy qurmoqchisiz va siz uy qurdingiz, lekin rejasiz qurdingiz. 2 oydan keyin ko'ryapsiz, sizni uyingizni poydevori noto'g'ri qurilgan yoki devorlari qiyshiq turibdi. Va biznesda ham xuddi shunaqa narsa. Siz odamlarga umuman kerak bo'lmagan bir loyihani siz juda ham katta vaqt, eng asosiysi juda ham katta mablag' ketkazdirib yaratishingiz mumkin va undan hech kim afsuski foydalanmaydi. Startaplarga o'zi tadqiqotlar nima uchun kerak? Bu sizni bozordagi raqobatdosh bo'lishingizga yordam beruvchi instrument hisoblanadi. Nimaga raqobatdosh bo'lish? Chunki hozirgi kunda startaplar va raqamli texnologiyalar, ya'ni raqamli produktlar juda ham ko'p. Va o'shanda siz o'zingizni unikal tarafligingizni bilib turishingiz uchun bu narsa juda ham muhim. Undan tashqari tadqiqotlar sizni xavfingizni kamaytirishga yordam beradi. Siz odamlarga boya aytganimdek kerakli narsani yaratishni o'rganasiz va vaqtingizni tejaysiz. Undan tashqari bu juda ham aytaylik tejamkorona instrument hisoblanadi, chunki siz bor yo'g'i 2 haftacha vaqt ketkazdirib yoki 1-2 hafta vaqt ketkazdirib test qilishingiz mumkin. 6 oy misol uchun aytaylik borib turib, kodlar yozib turib, produkt chiqarishdan ko'ra ancha vaqt tejagan bo'lasiz. Misol uchun aytadigan bo'lsak, ko'p founderlarda men ko'rgan muammo bor. Ular o'ylaydiki, produktim men o'zimga yoqadi. Bu demak hammaga yoqadi deb o'ylaydi. Aksincha unaqa emas. Misol uchun men o'zimni juda ham ko'plab loyihalarimda biz ko'plab gipotezalarni tekshirardik. O'nlab gipotezalarni tekshirsak, bor yo'g'i bitta-ikkita gipotezamiz tasdig'ini topardi va bor yo'g'i bitta-ikkita narsa mijozlarga, o'sha bizning potensial hamkorlarimizga deylik, ma'qul kelgan bo'lardi. Shuning uchun tadqiqotlar startaplar uchun juda ham muhim. Ikkita tadqiqot turlari mavjud bo'lib, bu startaplarga juda ham katta foyda beruvchi bo'lib, bu sifatli tadqiqotlar va miqdoriy tadqiqotlar. Sifatli tadqiqotlarda bu siz bir guruh insonlarni yig'ib fokus guruhlar o'tkazdirishingiz yoki bir insonni intervyuga taklif qilib, u bilan shunchaki do'stona suhbat qilib, undan kerakli bo'lgan insaytlarni, gipotezalarni olishingiz imkoniyatini beradi. Miqdoriy tadqiqotlarga keladigan bo'lsak, o'sha gipotezalarni siz statistika sifatida ko'rasiz. Tadqiqotlarni qanday qilib o'zingizga o'tkazdirishingiz mumkin? Agar sifatli tadqiqotlarga keladigan bo'lsak, siz o'zingizni tanishlaringizni intervyuga taklif qilib, ular bilan Zoom orqali yoki Google Meet orqali gaplashsangiz ham bo'ladi. Yoki aytaylik birorta joyda ko'rishib, siz o'sha o'zingiz oldindan tayyorlab qo'ygan savollaringiz bo'yicha o'tib, uni fikrlarini o'rganib, insaytlar olsangiz bo'ladi. Miqdoriy tadqiqotlarga keladigan bo'lsak, hozirgi kunda juda ham ko'plab vositalar bor. Bu Tally, Google Forms. Ularda siz o'zingizni so'rovnomangizni yaratasiz, o'zingizni tanish Telegram guruhlarda, Instagramda bo'lishingiz mumkin yoki aytaylik mablag'ingiz bo'lsa, albatta Telegram kanallarida reklama bersangiz, buni effekti juda ham kuchli bo'ladi. Yoki hech bo'lmaganda Telegramda bilasiz, oddiy kichkina so'rovnomalar yaratsa bo'ladi. O'shani yaratib faqat tanishlaringizga tashlang. Bundan hech qachon uyalmang, chunki bundan ham ba'zilar uyaladi. Bu narsaga juda ham ko'p guvoh bo'lganman. Bu narsadan ham kerakli insayt va statistikani olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Undan tashqari prototipni tekshirish. Ko'pchilik bizda umuman o'zini prototipini tekshirtirmasdan darhol kod yozib ketishga o'tib ketishadi. Lekin bu juda ham katta xato deb bilaman. Men loyihalarga har doim qanaqa konsultatsiya, ya'ni maslahat beraman. Birinchi navbatda Figma'da oddiy prototipni yasash. Ya'ni bilasiz, Figma'da klikabelni Figma yaratsa bo'ladi, prototipingizni odam polniy ishlatib ko'rsa bo'ladi, to'liqligicha. Va uni ishlatib ko'rib, odam o'zini insaytlarini bergandan keyin, kerakli xatolarni to'g'rilaganingizdan keyingina siz kod yozishga, ya'ni razrabotka chastiga o'tib ketsangiz, razrabotka tomoniga o'tib ketsangiz, bu juda ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Misol uchun aytadigan bo'lsak,
bir fintech loyiha uchun tadqiqot o'tkazdirganman va u yerdagi karta olish tugmasi odamlarga juda ham qo'rqinchli tuyulgan. Nimagadir ham odamlar qo'rqishgan o'sha tugmani bosishdan. Va biz uni karta olish tugmasini ozgina matnni o'zgartirdik va ozgina ko'rinishini o'zgartirgandik. Konversiya 2 barobarga oshdi. Startaplar o'z mijozlaridan nima narsalarni o'rganishi kerak? Ular mijozlarni nima xohlayotganini doimiy ravishda o'rganish kerak. Ular sizdan mamnunmi yoki yo'qmi? NPS, CSI so'rovnomalari bor. Siz o'zingizning mijozlaringizga qo'ng'iroq qilgan holatda ular qanchalar sizdan mamnun, qanchalar u sizni produktingizni o'z yaqinlariga tavsiya qila olishini o'lchab boring doimiy ravishda. Bu 0 dan 10 gacha bo'lgan shkala bo'yicha bo'ladi va siz har oylik yoki har kvartal bo'yicha o'zingizni aytaylik loyallik, ya'ni sodiq sizning mijozlaringizning sodiqlik indeksini doimiy ravishda o'lchab borsangiz bo'ladi. Undan tashqari to'lashga ularning tayyorligi, sizning mahsulotingizni aytaylik ular sotib olishga yoki sizning mahsulotingiz servisingiz uchun pul to'lashga ular tayyormi yoki yo'qmi? Shu narsani doimiy ravishda o'rganib borish. Undan tashqari yangi bir funksional chiqazmoqchisiz deylik. U narsa ham kerakmi o'z insonlarga? Balki umuman kerak emasdir. Siz u yangi funksionalni qo'ysangiz, juda ham bir katta muammo chiqib kelishi mumkin. Odamlar sizdan juda ham ko'p odam ketib qolishi mumkin. Shu narsani ham o'rganib borish juda ham muhim hisoblanadi. Va undan tashqari taklif yaratishda bu juda ham muhim omil hisoblanadi. Aytaylik, keraksiz taklifsiz yaratib qo'yishingiz mumkin. Misol tariqasida aytaman, bir fast food tarmog'i ovqat yetkazdirib berish servisini o'zida ishga tushirmoqchi bo'lgan va ularni jamoani asosiy fokusi, ya'ni aytaylik, ularni asosiy taklifi tez yetkazdirib berish bo'lgan. Lekin biz tadqiqotimizdan keyin tushunganmiz, insonlarga tez yetkazdirib berish emas. Bundan ko'ra ularga ovqatni issiq, sifatli va chiroyli qadoqda yetkazdirib berish juda ham muhimligini bilganmiz va bu narsa jamoani strategiyasini butunlay o'zgartirib yuborishga olib kelgan. Kelinglar endi keyslarga o'tadigan bo'lsak, Uzun marketga bilasiz, ambassador sifatida Shahzoda tanlab olingandi. Nima uchun Shahzoda? Shu savolni men auditoriyaga berdim, bir kichik auditoriyaga va ko'pchilikda har xil misollar bo'ldi. Balki sizda ham shunaqa misollar bo'lgandir. Aytaylik, u bizning asoschimizni, ya'ni Uzun market asoschisini tanishi bo'lganligi uchun yoki aytaylik, u ancha vaqtdan beri ko'rinmay qolgan, o'shaning uchun biz uni ambassador sifatida tanlab oldik degan misollar bo'ldi. Lekin bu unaqa emas. Biz o'sha vaqt 40 dan ortiq mashhur yulduzlarni testdan o'tkazdirganmiz. Unda 10 dan ortiq so'rovnoma o'tkazdirib, 60 mingdan ko'p aholini O'zbekiston bo'yicha so'rovnomadan o'tkazdirganmiz. Va shunda bizga eng ma'qul kelgan aytaylik variant bu Shahzoda bo'lib chiqqan. U aytaylik odamlarning ishonchi bo'yicha, odamlarni uni chiroyli deb hisoblashi bo'yicha va brendni o'zini atributlariga to'g'ri kelganligi uchun biz uni tanlab olganmiz. Va keyingi keysga o'tadigan bo'lsam, bu Edrecol keysi. Bir universitetlardan biriga tadqiqot o'tkazdirib berganman va juda ham bir qiziq voqea bo'lgan. Edrecol bu AdWatch yodimdan ko'tarilibdi. Edrecol bu sizni reklama chiqazdingiz, reklamangizni qanchalar odam ko'rdi va qanchalar odam sizni reklamangizni taniyotganligini bilish indeksi hisoblanadi. Va bu tadqiqotda universitetni reklamasini juda ko'pchilik tanigan, bilgan, lekin u reklamani boshqa raqobatdosh universitet reklamasi bilan adashtirishgan va juda ham ko'plab gipotezalar bo'lgan bu so'rovnomadan keyin va biz o'sha auditoriyaga yana bir bor murojaat qilganmiz va so'raganmiz. Nima uchun siz boshqa raqobatdosh universitet reklamasi deb o'ylayapsiz deganimizda ular aytishgan. 3 xil 4 xil universitetlar bor. Hammasining rangi bir xil. Logotiplari, ko'rinishi va reklama turi ham bir xil hammasida. Va o'shaning uchun men adashtirib yubordim deb degan javob berishgan. Va shunda tushunishganki, reklama ham ularda unikal bo'lishi kerak va bu qarordan keyin ular rebranding qilishdi va reklamalarni juda ham unikal tarzda olishni boshlashdi. NPSlarga keladigan bo'lsak, boya aytib o'tgandim, siz mijozlaringizni sodiqligini bilishingiz uchun NPS bu juda ham muhim narsa hisoblanadi. Bunda siz boya aytganimdek 0 dan 10 gacha bo'lgan shkala bo'yicha sizni mijozlaringizni odamlarga qanchalar tavsiya qila olish indeksini o'rganib borasiz.
Juda ham qiziq keys bo'lgan. Bir qurilish kompaniyasiga shunday tadqiqot o'tkazdirganimizda mijozlarga telefon qilib, javoblar aytaylik indeks juda ham yuqori bo'lgan. Va buni juda ham qattiq shubhalanganmiz. Chunki sotuv ofisida juda ham ko'plab muammolar bo'lardi va bu muammolar u NPS so'rovnomasida ko'rinmagan. Chunki bunga sabab bu so'rovnomani telefon orqali o'tkazdirganmiz, call centerimiz telefon qilgan va bunda bizni o'zimizning call centerimiz qatnashgan. Va o'zimizning call centerimiz qatnashganligi uchun ular juda ham ko'p muammolarni o'zlari bekitib yuborishgan va o'zlarining muammolarini hammasini o'chirib tashlashgan, afsuski. Va bundan keyin biz qaror qilib boshqa freelansdagi call centerni topdik, ularga skriptlarni berdik, ular bizning mijozlarimizga telefon qilishdi, fikrini, xolisona o'rganishdi va indeks o'rtacha holatga keldi va haqiqatdan ham bo'layotgan muammolarni bizga ko'rsatib berdi. Nima uchun buni aytdim? Aytaylik, sizdan aytaylik, men yaxshi insonmanmi desam, meni ko'zimga qarab turib, o'zbekmiz, siz aytasiz, "Ha, siz yaxshi insonsiz" deyishingiz mumkin. Lekin sizni yoningizdagi inson men to'g'rimda so'rasa, siz o'zingizning subyektiv fikringizni bildirasiz. Xuddi shunday NPSda ham bu narsa juda ham muhim hisoblanadi. Startaplarda bilaman, eng asosiy narsa bu pul muammosi bo'lib qoladi, mablag' yetishmovchiligi doimiy ravishda. Bunda tadqiqot qanday yordam berishi mumkin? Tadqiqotda siz minimal xarajatlar bilan aytib o'tgan qadamlar bo'yicha tadqiqot o'tkazdirib, siz mijozlarga kerakli bo'lgan narsani bilasiz va bu uchun mijozlar sizga har doim to'laydi. Bu narsa men o'zimning tajribamda 30 dan ortiq kompaniyalarda bu narsa ishlagan va aniq ayta olamanki, bu sizning ham startapingizda ishlaydi. Va undan tashqari, siz venture investitsiyalarni jalb qilmoqchisiz deylik yoki birorta investordan pul olmoqchisiz deylik. Bu narsada ham siz aniq sonlarga asoslangan o'zingizning loyihangizni ko'rsatadigan bo'lsangiz, sizning loyihangizni jozibadorligi yanada ortadi. Yana bir juda ham qiziq case esimga tushib qoldi. Bilasiz, hozirgi kunda aytaylik, loyiha ishga tushgandan keyin turli xil lotereyalar uyushtirishadi. Bu ham odamlarni juda ham katta jalb qilishga yordam beradi. Va biz shunday test o'tkazdirganmizki, bizda o'sha kompaniyaning rahbariyati tomonidan juda ham katta qimmatbaho sovrinlar qo'yilgan. Uning ichida Tesla bor edi, BYD Han bor edi, keyin bizning o'zimizni Gentra bor edi va 500 million pul, 100 million pul, 15 million va hokazodan iPhone, Dyson, shunga o'xshash sovg'alar bor edi. Nima deb o'ylaysizlar? Odamlarga ko'proq qaysi sovg'a ko'proq aytaylik qiziqarliroq bo'lgan? Men sizlarga aytaman, bu BYD Han emas, bu Tesla emas. Bu o'zimizning Gentra va 100 million so'm pul. Nimaga? Buni biz har bir sovg'ani alohida insonlardan so'raganmiz, u to'g'risida fikrini o'rganganmiz. Va ularga ko'proq Gentra va 100 million so'm pul yoqib tushgan. Nimaga? Chunki bizning odamlar realistik narsalarga ishonishni yoqtirishadi. Chunki aytaylik, Tesla bo'lsa, ular aldab yuborishi mumkin, fantastik narsalarga ishongisi kelmagan va shu sababdan ham Gentra va o'sha 100 million so'm pulni tanlashgan ular ko'proq va ularga bu narsa jozibadorligi yuqoriroq bo'lgan. Bu kesim bilan nimani aytmoqchiman? Siz bir katta va'da berish emas, bir minimal mijozlaringizga va'da berib yoki minimal birorta produkt chiqazib, ulardan siz ko'proq foyda olishingiz mumkin. Bu juda ham startapingizga tez o'sishga va tezroq pul yig'ishga, pul topishga yordam beradi. Yakuniy xulosalarga keladigan bo'lsak, tadqiqot o'tkazish bu hashamat emas yoki bu yirik kompaniyalar, korporatsiyalar uchun emas. Bu oddiy, siz ham o'tkazirishingiz mumkin bo'lgan, bepul yo'llar bilan o'tkazirishingiz mumkin bo'lgan vosita hisoblanadi. Va bu narsa doimiy ravishda sizning mijozingizni qo'lidan ushlab, pulsini doimiy ravishda bilib borish instrumenti. Undan tashqari aytadigan bo'lsam, yodingizda tuting, startaplar umuman olib qaraganda texnologik tomonlama yetishmovchiligi uchun yoki birorta narsasini qila olmaganligi uchun yo'q bo'lib ketmaydi. Ko'proq u insonlarga kerak bo'lmaganligi uchun yo'q bo'lib ketadi startaplar. Chunki pul topishi mumkin, investordan pul topishi mumkin, aytaylik ota-onasidan pul topishi mumkin startaper. Lekin o'sha startapni chiqardi, loyihani chiqardi, lekin u hech kimga kerak bo'lmasa bo'ldi. Sizning loyihangiz bir kun ham ishlamasligi mumkin. Bunaqa keyslarmanda
solmingda. Aytmoqchimanki, doimiy ravishda faktlarga asoslaning. Oddiy o'zingizni xayolingizga kelgan ehtimolga ishonib turib bir narsa qilib ketmang. Doimiy faktlar bilan bozorga kirib boring va tadqiqotlar o'tkazdiring. O'zingizni metrikalaringizni o'lchang. Doimiy ravishda sizga mijoz qancha pulga tushyapti, sizga mijoz sizni platformangizda qanaqa harakatlar qilmoqda, shu narsani doimiy ravishda o'rganib boring. Va hamma startaperlarga, hamma yoshlarga omad tilayman. To'xtamanglar hech qachon va tadqiqot o'tkazdiringlar.